Bu yerda asosiysi qaysi grafik ishga tegishliligini bilib turib, masalan, ishlashlikda. Ana shunda ma'lum bo'ladi, qanchalik grafik ishlarni tushunib ishlaganingiz yoki o'zingiz sizga 12 kun nima qildi Yakuniga tezroq kanikul faqat dam olib yotish uchun berilmaganda, ozgina takrorlab olish kerak o'tilgan bilan. Ikkita nuqtasini belgiladim. Buni K2 va K1 deb olsak, misol boshqa harfni ham belgilasa bo'ladi. Ve shunga nisbatan, ya'ni ikki gorizontal chizig'imizga perpendikular chiqaramiz. 90 gradusda. Yuqorida frontal chizig'iga perpendikular qilib olamiz. Mana. Va shunda yotuvchi bitta nuqtasini tanlardik, ixtiyoriy. Va u nuqtani yo E yoki F deb olganmiz. Mana E nuqta deb oldik. Bundan pastki, ya'ni chizgan perpendikular chizig'imizga tushirsak, mana o'zaro kesishib, mana bu gorizontal proyeksiyasi kelib chiqadi. Bir ishdir. Bu ixtiyoriy tanlandi. Mana bu tanlashingiz ham mumkin. Pastda ham tanlashingiz mumkin, tepaga olib chiqishingiz mumkin, farqi yo'q. Bitta nuqta tanlasangiz bo'ladi. Ana endi shu to'g'ri chizuvni haqiqatdan topishimiz kerak. boshqa joyda bo'lsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Mana delta y-ni oldim men. Shu delta y-ni E uchidan perpendikular chiqarib, shu masofani olib kelib o'lchab qo'yamiz. Mana uni haqiqatligi 70 mm o'lchaymiz. Keling, mana shu oraliq mamnungacha bo'lgan masofa 70 mm deb olaylik. F nuqta deb tanladik. F0 Mana bu oralig'i, ya'ni bundan mamnungacha bo'lgan masofa 70 mm. Ana endi shu tanlang, ya'ni qo'yilgan o'lchov 70 mm lik o'lchovni proyeksiyaga qaytaramiz. Mana shu 70 mm. Proyeksiyadagi 70 mm. Shu proyeksiyadagi 70 mm ni har bitta uchidan xohlang buni qarama-qarshi tomonga chiqaring, oling, bu tomonga chiqaring. Farqi yo'q. Bitta sig'may qoladi. Mana shunga nisbatan parallel qilib olamiz. Chunki 90 gradusda to'g'ri burchakli deyapti-ku. To'g'ri burchakli bo'lish uchun albatta mana bu chizig'imiz bu chiziqqa parallel bo'lishligi shart. Har bitta uchidan xuddi shunaqa qilib parallel chizig'lar chiqaramiz. Va mana shu masofani, ya'ni F dan perpendikularga chiqarilgan K gacha bo'lgan masofa olamizda shuni o'lchab chiqamiz shu yerga. Ikkita grafik ish bo'lib ketar ekan. Mana aylantirmayapman. Bunaqa davomi yo'q edi. Ko'chiramiz. Endi bittasi shu yerda ham turibdi deb tasavvur qilamiz. Mana shunda piramida. Qizil qilmaymiz, shuni g'om yasab qo'yamiz deb. Mana ketadi. Bu gorizontal proyeksiyasi deydi, proyeksiyasi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Har bitta uchidan, ya'ni tepaga olaylik, ko'rinish uchun. 70 mm. Mana qisqa parallel chizaman. Bular hammasi parallel bir-biriga. 70 mm. Endi 70 mana bu bizada. Buni olamiz, shuni o'lchab chiqamiz. Hammasi 70 tepaga. Hammasi 70.
Mana shunda tutashtirsak, nima so'ralgan edi bizda? Uchburchakli prizma so'ralgan edi. Mana sizga prizma. Qaysi biri sizda? Xohlang, qizil agar tutmoqchi bo'lsangiz, bundoq ishlab chiqaring. Har bittasini chizig'ini bir qizitib. Lekin rom qilib qo'ysangiz bo'ldi, o'ziga yetar ishonamiz. Prizma degani. Ya'ni AC tomoni kesib o'tdi. Mana olib chiqdik AC tomoni bilan tutashtirsak, bitta bir nuqtamizni frontal proyeksiyasi kelib chiqadi. Ana endi yo A uchidan yo S uchidan perpendikulyar tekislik o'tkazishimiz kerak. Keling S uchidan o'tkazaylik 90 gradus qilib, mana tekislikni. Proyeksiya uchi tekislik o'tkazdik. Ya'ni P va tekisligi. Bu 0,2 bizga aylantirish markazini berdi 0 li. Ha. Mana bu bizda aylantirish radiusi. Endi aylantirish markazini Markazini. gorizontal proyeksiyasiga olib tushsak, 0,1 shtrix. Agar 2 shtrix bo'lsa, 0,1 shtrix bo'ladi. S uchidan tushganligi uchun S uchi bilan tutashtiramiz. Aylantirish radiusining proyeksiyasi hosil bo'ldi. Ya'ni R proyeksiyasini topib oldik. Ana endi buni haqiqatdaligini topishimiz kerak. Haqiqatdaligini topish uchun orasidagi masofani olardik, delta y ni. S uchidan perpendikulyar chiqarib, xuddi shu delta y masofani shu yerga o'lchab qo'yamiz. Ya'ni 90 gradusda chiqarilgan perpendikulyarlikka o'lchab qo'yiladi. S 0,2 shtrix. Demak, mana bu yerda bizda delta y masofa o'lchab qo'yildi. Mana aylantirish radiusining haqiqatdaligi. R haqiqatdaligini topib oldik. Endi bu haqiqatdalikni aylantirardik. Sirkulchini mana bunga qo'yib turib, mana 2 keldi. S 0,2 shtrix. S 0 ma'lum. B 0 ma'lum. A'ni topish kerak. Biz faqatgina A'ni topishimiz kerak. Ya'ni A'ni topish uchun yana xuddi shunaqa perpendikulyar tekislik o'tkazishimiz kerak uning uchun. P ga parallel. Bu endi R tekislik bo'lsin, R1, Rx. X va RH. Shu tekislik bilan uchburchak ABSni, ya'ni B uchi, S uchi ma'lum, A uchini topish uchun 1 bilan tutashtirsak, Shuni davom ettirib qo'yamiz. Kesishgan nuqtasi A bo'ladi. A 0,2 shtrix. Mana Uchburchak hosil bo'ldi. Demak, mana shu uchburchagimiz uni haqiqiy Haqiqiy kattaligi bu. Mana. Unda haqiqatlar kelib chiqdi. Endi bizda masalaning shartida so'ralyaptiki, balandligini keshuv chizig'i topilsin deyilyapti. Ana endi biz mana haqiqatdalikka S uchidan perpendikulyar 90 gradus tushiramiz. Mana bu balandligi bo'ladi. Keshuv nuqtasi mana K. Shu qizilda bo'ladi. Shu K nuqtani topsangiz bo'ladi. Mana shu so'ralgan. Mana buni biz K nuqta deb olsak, balandligini chizig'ini xohlang buni ham qizilda bunday qilib ajratib qo'yishingiz mumkin yoki boshqa rangda ajratsangiz ham bo'ladi. Mana keshuv nuqtasi. Endi bu yerda qanday qayerda bo'ladi bu K nuqta? To'g'ri shuni o'zini olib tutsak, mana bu tushadi, mana bu K nuqtani proyeksiyasi hosil bo'ladi. K bir shtrix. Balandning chizig'i shuni o'zida yotuvchi bo'lib qoladi. Mana shu o'zida yotadi. Uchburchak ham shuni o'zida yotadi. Balandligini keshuv chizig'i, ya'ni o'tkazilgan chizig'imiz ham shuni o'zida yotadi. Mana shuni topib berish kerak. Buni aylantirish usulini grafikda ishlagansizlar, faqatgina sizlardan qilish kerak bo'lgan ish uchidan tomoniga perpendikulyar tushirish. Faqatgina shu narsa so'ralgan. Shuni aniqlab berishingiz kerak. Mana shu chizig'imizning o'zi, mana shu chizig'ning o'zi uni javobi bo'ladi. Faqat sen mana bu topib ber deyapti. Bunda hech narsa topmaysiz. Topish uchun 6 qirrali prizma berilgan. 6 qirrali prizmaning har bitta qirralari bo'yicha tekislik kesib o'tgan nuqtalarni belgilab olamiz.
bizaga 2 va 3 oraliqdagi tekislikda yotgan keshuv chiziq ko'rinadi hisoblanadi. Demak, mana bu qismi bizda ko'rinadi. Ko'rinadi tutashtiramiz. Mana bu qismi ko'rinmas. Ishtek bo'ladi. Masalan, sharti bo'yicha so'ralgan keshuv chizig'ini aniqlab bo'ldik. Endi uni haqiqatdaligini topgan deyapti. Mana haqiqatdalik. Kesim yuzasidan haqiqatdaligini o'zini o'sha proyeksiyasi ustiga chiqarib qo'ydik. Agar joy bo'lsa, uni alohida ajratib chiqarish ham mumkin tashqariga. Mana shu nuqtalar hammasini buni bu yoqqa olib keldik, mana bu parallel bo'lsa shunday chiqadi. X o'qi parallel qilib oldik, keyin chiqib keldi bu. Parallel bo'lsa shunday olib chiqaverasiz bo'ldi.